Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Uzunligi 2 metr, enligi 1 metr. Endi ichiga kirib don to'kish shart emas. Faqat mana shunlarni mana shunday tavuk qo'yarasiz. Shunday kelasiz, mana yo'lni bunday ochasiz. Shunday don to'kasiz. Qiynalib o'tirmaysiz. Kechqurunlari ildirib qo'yasiz. Kuchuk mushuklardan qashdi. Bu yoqda shunday kelasizda. Osonda tuxumni shunday olasiz, ikkiga bo'lingan mana. Tag qismi falga, ustidan moviy toza chiqqan joyiga to'kiladi. Mana bu tomondan surish mumkin. Yengil bu yo'lda ekanlar. O'rni taxta bilan aylangan ikkilik taxta. Kimda kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, orqaga chiqasizlar. O'rni bo'lish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.